Farxunda opa, qarzlarimdan, kreditlarimdan qutulishim uchun bitta aniq ishlaydigan texnika bering menga. Qarz kreditlardan qutulish uchun aniq bitta texnika bu Allohning 99 ta ismlaridan bitta ismi. Nimaga deganda, nima uchun men buni aniq deyapman? Buni o'zim ishlatganman va o'zimning mijozlarimda ishlatib ko'rganman. Allohning 99 ta ismlaridan Al-Hafiz degan ismini har kuni qarzingizga muddat belgilab, nech pul bersa, nech pulini qarzga, nech pulini ehsonga berishingizni o'zingizga maqsad qilib olib Allohdan so'raysiz. Mana shu Al-Hafiz degan ismini har kun tasbihda aylantirasiz. Ishoning, qarzingizdan juda ham oddiy va oson qutulasiz. Kuniga nechta etishim kerak? Kuniga agar vaqtingiz bo'lsa, kuchingiz yetsa, 100 tadan 1000 tagacha, undan ko'p bo'lsa ham zarar qilmaydi. Sizda ham qarz kreditlar bo'lsa, undan qutula olmayotgan bo'lsangiz, albatta mana shu Allohning Al-Hafiz so'zini har kun 7 kundan 21 kun davomida qaytaring. Ishoning, qarzlaringizdan juda tez orada qutulasiz. Videoni qarzdor do'stlaringizga yuborib qo'ying.